Sergeli mashina bozordamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Sizlar Abbos Avto kanali aziz aka-ukalarimiz, yaqinlarimiz, musofirdik aka-ukalarimiz. Yana ila marka qatordamiz. Xudo xolasa bugun jentralarni qo'yib bordik. O'zimiz ham mashinalarni. Ko'pchilik telefon qilishdi menga. Musofirdik aka-ukalarimiz ina markalardan bitta ko'rsatdi deb. Ina markalarni xilla turibdi mana. Equinox deysizlarmi, Malibu deysizlarmi, Hybrid Champion deysizlarmi, mana Malibularni Premier Malibu turibdi mana. O'zimizda ham Malibu turibdi 2022-yil. O'zim haydagan mashinam 61 ming yurgan, kraskalari toza, Mercedes Hadovoy. Michelin Malolida turibdi. Keyin beramiz, bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda savdosini qilib beramiz. Bugun Bosit ukamizdan yana videolarni qilishni boshlaymiz. Bosit, assalomu alaykum. Va alaykum assalom ukajonim. Mikrofonni taqib olasan. Tinchmisan? Topamisiz? Rahmat ukam. Ishlaring bo'lyaptimi? Savdolar qalay? Rahmat. Bu 48 ekan, oldim sotib olib kelib tayyorlab o'tiribmiz shu bozorda. Yaxshi ukam. Boringga shukur. Bugungi assortimentlardan ko'rsatamizmi bugun? Yengilliklardan. Yengilliklardan ko'rsatinglar. Ko'pchilik menga saytda yozib olishdi, oldinga qo'ygan videolarimizda Telegramda yozib olishibdi. Kelgan bizani musofirdik aka-ukalarimiz Amerikadan ham ko'rishibdi. Telefon raqamlarini endi bu safar sraz qo'yib yuboraylik. Bu safar nomeringni qo'yamiz, ikkita nomer qo'yib ketamiz. Bittasi aloqa kerakmi bo'lsa, bittasi o'zingizga qo'yamiz. Hech problem. O'shaning uchun bugun kelgan ma'lumotni yaxshi berib keting deyishibdi. Ma'lumotlarni ham tushuntirib o'zing qo'ldan yaxshi tushuntirib, musofirdagi og'aynilarimizga yaxshiligi aloqaga chiqishsin, qo'ldan kelgancha kelishtirib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sizni obunachilaringizga faqat. Bo'ldi. Abbos Avto kanali ashaddiy bizdan ko'rgan aka-ukalarimiz bemalol. Bismillah deb boshlaymiz. Qaysidan boshlaymiz aka? Kaptivadan boshlaymiz. 2013-yil 124 ming yurgan. Kapotlarni ochib ketirasan, men ichini ochib ko'rsatib turaman. Mashinamiz off-roadda motori qo'yilgan faqat bunga. Nok deysanmi? Nok. O'zini motori ham turibdi, tuppa-tuzu, 60 ming yurgan. 60 ming. Bu akamiz juda tezlikni yaxshi ko'rgan akam-da. Yo'q. Trailblazer motor qo'yganlar. Dokumentlarda ham problemasi yo'q. Shuni oformitga ham bemalol aqala gaylardan to'pay proverka o'tadi. Xudo xolasa. Hop, bunga Trailblazer motor qo'yilgan. Motori shunaqami? Ha, motor o'zi shu turli bo'ladi. Ha. Rasxoti ham kamda, lekin 10 ta rasxot aka. O'ziniki 12 tadan boshlab 18 tagacha ishlaydi aka. Ko'jalari ham juda noksasiyani. Zo'r turgan ekan, Bosit ko'jalari ham. Ha, himchiskera qilib cho'tga qilib qo'ydik. Rollari ham yomon emas, salpetkalar ham juda ham yaxshi turibdi. CC3 monitor qo'yilgan bunga. O'shanga aytolmanda monitorlari bilan. Lekin mashina juda ham chiroyli haydalgan ekan. Yomon emas. 2013-yil 124 ming yurgan. Motori alishgan, dokumentlari bo'yichasiga o'tadi, GAIdan ham texpasport hammasi o'tadi. Gaz bormi bunda? Yo'q, benzin. Bitta bag'asini orqasini ko'rib ketaylik. Hop. Kaliti mashina ichida edi. Hozir ochib beraman. Bo'ldi. Va sharta emas unda. Orqalari juda chiroyli. Shuni orqadan ko'rsatib boring. Bo'ldi, orqalari mana turibdi. Holat yaxshi. Diskilariga odam o'tirmagan. Yili probegini aytib ketaylik buni Bosit. 2013-yil 124 ming yurgan, kuzov 124 ming yurgan, ikkita motorda. Ha. O'zini motorda 60 ming yurgan, 0 probegli, 5 probegli Trailblazer motor qo'yilgan bunga. Bunga. Rasxoti ham kam, ham toqlaga chiqqanda boshqa narsalarga Trailblazer motor juda off-road mashinasi. Juda tez yuraveradi-da. Tayyor ekanda. Tayyor, bo'yanaqasidan o'tadi dokumentlardan. Cheppa-pappalari yo'q. Necha qilib beramiz Bosit? Hop, siz batishingizga 12800 qilib beramiz. 12800. Kami bor. Kami bor. Hop. Keyingisini ko'rsatamiz. Leapmotor C11. C11. Ikkinchi pozitsiya Dopopsa pozitsiya bunisi. Hop. Hop, 67 ming yurgan 23-yil bu mashinamiz. 2023-yil. Sim откроем bu yog'i. Ha, sim. Ya, gap yo'q. Juda akkuratni. Salon laminatsiya, $110 chexollar qo'yilgan, laboylarga sonsiz ashli tortilgan, tonirovkalar. 67 ming yurgan. Bu ham Xitoy-a? Bu ham Xitoy. Bu Leapmotor bular. Ha, boshlayverdi. O'tirdingmi, zavod qilyapti, deb. Zavod otam o'ylantiraman, Hop, aka bular birinchi kirganda bor, 60 mingdan kam kirmagan, 50 ming, 60 ming kirgan bular. Mashina lekin Xitoy ham o'tib ketyapti. Ha, kundan kunga zikr-pikrlar chiqarib juda o'tib ketyapti.
Gap yo'q. Shishkasi bor ekan, Balonlarni alishtirib beramiz. Yangi balonlar qo'yib beramiz, xudo Orqalarini xolasa ham keyingi kelishlaringizga. Olmadim, orqalarini bitta ko'rsatib ketdik orqalarini. Bemalol. Yurish qanaqa ekan, Bosit? Xo'p, bu toza elektri, Elektri. 505 kilometr yuradi. Hmm. Endi shahar ichida haydaydigan odamga bir 450 ta 400 yurib beradi. Orqalari ham o'zi Juda keng. katta ekan. Captiva'ning o'rnida, mana kattaligini bunday qarasangiz Captiva bilan bir xil bu. Zo'r, gap yo'q. 505 yuradi shu go'dasiga aka. Buni 390 ta ot kuchi. gap yo'q. Necha pul qilib beramiz, Bosit? Hop, 12,5 22,5 ga qo'yamiz. 22 dan kami bor. Kami bor, kelaverishadi, so'raverishadi. So'dasiga qarab o'tkazib beraveramiz. Bo'ladi. Bizda bilasiz, nima edi? Ushab turish, voy oxirigacha dakansi bo'lsa ham shu foydani sotaman degan narsa yo'q. Kelishda trading ham bo'laveradi, boshqa anaqa arzon o'zini narxiga ham berib olgan joylarimiz bo'lgan. Bo'ladi, Hech gap yo'q. qachon zarar qilmaymiz. Endi avvalambor Hop, Captiva 2015-yil bu. 2015-yil Hop, bu ham 124 ming yurgan. 124 ming yurgan. Ideal holatda. Juda ideal, propan gazlari bor buni. Balonlar ham Balonlari ham juda ideal ideal, ekan. salonlari juda akkuratda haydalgan. Bitta amaki haydaganda buni dodamlar haydaganlar. Do'da, oldingizda bir ana bu kenay deganingga yozib yuborishibdi. Trekker ikkimizgami? Ha, yozib yuborishibdi. Kommentariyaga yozib yuborishibdi. Bozorchida har doim hoji aka deb boshlashadi. Hamma ayol Endi kishi haydagan. kimdir to'g'ri tushunadi. Endi biz ana borini aytib Borini aytib Anaqa sotganimiz qilamiz. yaxshi. Ochoyni sotamiz-da. shunaqa. Qandoq bo'lsa o'shandoq. Mana. Zapaskada ham o'zi Detskiy odam o'tirmagan. zo'r ekan, haqiqatan zo'r turibdi. Endi Captiva deb Baba Captiva 3 litrli motor, ana boyagi qora Captivaga o'xshab motorlar alishmagan. Shundoq bo'lsa, zavod holati bo'lsa 124 ming yurgan bunimiz ham. Texpasporti ham Texpasporti ham 15, o'zi ham 15. Bu Captiva 3+ bo'ladi. 3+ni farqi 3 bilan orqa oynasi bularda ochilmaydi. tayyor ekan. Captiva 4 ga o'xshab chiqqan bunimiz. Tayyor ekanda. Hamma narsasi tayyor. Texnik hech qanaqa ishi yo'q. Juda zo'r holatda. Necha pul berib olamiz buni? Hop, 14 ming bor, kami bor. 14 mingdan kami bor. 14 mingdan kami Yana bor. sodasini qilamiz. Sodasini qilib yuboramiz. Trading nasiyali bo'yi ketaveradi. Bo'ldi. Orqangizdagi Equinox. Equinox 2000 20-yil. 2020-yil 2020-yil 92 ming yurgan. 92 ming yurgan mashinamiz. Hop, buni chexolda yurgan, noldan chexolda taqqan, zavoddan olib chiqqan bitta odam haydagan o'zi. Probegini 92 ming yurgan ekan. 2020-yil bu mashinamizni nasiyaga berganmiz-da biz. Ha, Salondan olib chiqib bering menga degan. Hamma ishini qilib bergan. Tonirovkasidan tortib balonigacha o'zimiz qo'yib berganmiz-da. tayyor ekanda bu. Ha. O'sha bu mashinada kayf qilib bo'ptilar-da akamlar. Yo'q, O'sha tanxo berdik bu odamga. Mashinani sotganini tashlab ketdilar. 309 nomerda yurgan. Buni rahmat bersizdan. Juda nomerlari. Mashina tayyor ekan, haqiqatan olib bilagan. Texnik har tomonlama zo'r. Endi hozir buni Trekker endi Mana chexollarni ham yechib qo'yib qo'ydi orqaga. Xitoy ham o'zgacha, bu ham o'zgacha, bu ham Equinox. Tegi amerikanskiyda aka bular. Ha, bular endi ba'zi. Malibu primerlar bilan bir xil yuradi-da bu. Zo'r ko'rgan ekan gap yo'q. Texnik ishi ham yo'q. Buni kraskalari top-toza. Yurgan probeglar 92 ming. 2020-yil. Bularning motori 2 litrli turbina bo'ladi. Ha, Mana bunaqa yangicha Equinox'larniki 1.8 turbina bo'ladi. Kubometr 2 litrli kubometr. Bularniki yangicha Equinox'larniki 1.8 kubometr bo'ladi. bu 2023-yil. 23-yil. Bu bizdan emas lekin. Bu Bularning motori juda proshni chiqqanda, kak gibrid hisob ekanda, u yaxshi. xuddi shunaqa. Shunaqa. Hop. Bu mashinamizni sizning obunachilaringizga 22 ming so'ramiz, kami bor. Chiroyli narx Chiroyli so'rasa. narx qilib beramiz. Sodasi bor. Bo'ladi. Hop, Xudo xolasa keyin 3 ta Equinox juda qimmatlarim bor. hop. 12 ming, 14 ming, 27 ming yurganlarim bor. Bo'ladi. Malibu-chi, bu Malibu. Malibu so'raganlar, patishga juda ko'p so'rashdi Malibu. Ha, Malibu XL 5 ming yurganini olib keldim. 5 ming yurgani bor. 5 ming, Bozorda 2025 sotdi. Shu yerda Ko'rsatamiz. ko'rsatamiz. Ketdi. Bozorda mashinalar ko'p. Opiklar. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Hop. 2023-yilgi 24 texpasport. 2023 ga 24 texpasport. Texpasport 24. Kuzov 23 chiqqan. Ha. Salonda lekin 24-yil yanvar 12-hissasida olib chiqqan. Shu spravka mashina. 12 ming probeg yurgan. Bu mashinamizni siz podpischalaringizga 36 ming so'rayapman. Kami bor, 36 mingdan bir nima o'tib beraman. Kami bor. En full 472 millionlik en full pozitsiyasi. Bitta savol bor, Bosit.
bitta nimaga ustiga salafan qilinadi? Xo'p, endi qarang. Bir xilla mashina oladida, ya'ni yangi olay deydi. Yurgan bo'lsa ham 12 ming, 13 ming yurgan bo'lsa yoki podarkaga oladi. Sovg'a qilishga, otasiga, onasiga hadyaga oladi. O'shaning uchun tayyor holatda qilib bera qolamiz biz. Ana rasxod qilishmaydi-da. Ha. Kelishsa lenta, penta, ana Onajon, otajon hammasini qilib beramiz o'zimiz. Xo'p, ikkinchisi Hop, bu 2023-yil 23 o'zi yurgan 14 ming probeg buni. 14 ming yurgan. Buni kraskalari toza. Bu ham 472 millionlik pozitsiya, eng full pozitsiyasi. Buni 35,5 ming so'rayapman. 35,5 Kami kami bor. Mana Malibu XL 5 ming yurgan XL'im. Rostlagasimi 2 Rost ekan, 2025-yil 5 ming yurgan. Goodyear yangi balolar, o'zi zavod balolaridir. Hop. Bitta orqasini endi men ichini hamma biladi endi men ustidan ko'rsatib ketyapmiz. Ustidan ko'rsatib ketyapmiz. Tonirovka shinalarigacha bor. 1 yil bor tonirovka. Kaltini olib kelgancha vaqt ketib qoladi. Ha. Kaltini olib kelguncha vaqt ketib qoladi. 5 ming yurgan, puli 35 ming kami bor. 35 mingdan kami bor. Kami bor. Xo'p. 2024-yil 27 ming yurgan. 2024-yil. 2024-23 tex pasport. 24 dan olib haydalgan. 24 da olib haydalgan. Eshigini ochib olmay, kaltini alayotgan zominachilar. Abi, buni 35,5 ming so'raymiz. 35,5 Bu ming ham kami bor. 72 millionlik eng full pozitsiya. Puli. Hop, optimiga qo'yib yuboramiz birdaniga. Skidga qo'yib yuboramizmi? Bo'lsa, optimiga bo'lsin. Mana shu 4 ta mashinani sizni podpischiklaringizga 35 mingdan qilib beraman hammasini. 1, 2, 3, 4 tasini 35 mingdan qilib beraman har bittasini. 35 mingdan yana bu narsasi bor, kesin. Bir nimasi bor, o'tib beraman. Kesin. Optimiga sizni podpischiklaringizga. Gap yo'q. Nastroyeniyaga qarab kelishtirib beramiz. Qarab kelishtirib beramiz. Nasiya naqd farqi yo'q, trading ham qilib beraveramiz. Trading ham bor xizmatlar. Xudo xolasa endi bu bost yengilliklar ham shulardan iborat. Shulardan iborat, xudo xolasa. Keyingi bozorgacha yoki begim kunlari yana olib kelish niyatlarimiz bor. Salonimizda bizlar ABM Avto degan salonimiz bor, bir stoyizdan. Ha. Salonimizga xudo xolasa yo'l tushsa bir kirib o'tib keting. Xudo xolasa. Matizdan tortib Tahogacha bor yo'l. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu yoqqa ham yengilliklar qilib turamiz inshaalloh. Bo'ldi kam. So'layim bersin, bosib. Inshaalloh aka. Ilohim yaxshilik ko'rishinglar. Bo'ldi Omading bersin. Ha. Keyingi videolarimiz xudo xolasa yana olib boraveramiz. Bemalol telefon raqamlarini yana bir aytib qo'yasan. Telefon raqamlarimiz qolib ketdi. Ha, ikkita telefon. Akamning nomerlari 95lik, 95lik, 93lik, 93lik, 388 85 30. Akamning nomerlari 93 388 85. Alokam nomerlari. Alokamning nomerlari. Ha, o'zingniki? O'zimniki 95lik 099 59 29. Aloqaga chiqsa, xohlasa akamga, xohlasa menga chiqsa shu skidka narxida qilib beraman hammasini. Bo'ldi. Endi akamlar o'zini narxida gaplashasiz akam bilan. Joning sog' bo'lsin, bosit. Ishingga omad, ukajonim. Akajonim. Yaxshi ko'rishinglar. Xo'p. Azominachilar ko'rsatib ketdi, endi qo'ldan kelgancha tanishtirib ketdi. Inamarka ishqoz aka-ukalarimizga. Endi bu o'zimizning kanal bu. Xohlagan mashinamizni olib ko'rsatamiz. Haqqimiz bor. Nimaga sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni hurmat qilamiz. Biz o'zimizdan misol mashina olib chiqib, bu yerda ochko yig'ish emas. Maqsad shu aka-ukalarimizga manzur bo'lyapti, yoqyapti. Inamarka so'rashyapti, reklama qilyapmiz. O'shaning uchun mana inamarkalarni hozir polni olib bordik. Xudo xolasa, mana shu kelgan ko'rsatgan mashinalar hammasini savdosini qilib beramiz. Yana qiziq bo'lsa sizlarga mana misol bu yoqda Prado'lar bor, mana chempionlar gibrid xohlagan mashinalar bor. Kommentariyaga yozib borsanglar, xohlagan mashinalardan ko'rsatib boramiz. Katta Trailers mashinalar bor, lekin nukslislarmi? Lekin nukslar ko'rsating. Inamarka ishqozi shu Mersmi, BMW, nima mashina sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib boramiz. Salomat bo'lasizlar.